Moliya xo'jalik faoliyatini amalga oshirmayotgan tadbirkorlik subyektlari Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 21 avgustdagi 704-sonli qaroriga asosan tugatish to'g'risida qarorlarni Davlat xizmatlari markaziga yoki bo'lmasam FOBRTchi saytidan onlayn tarzda topshirishlari mumkin. Bunda soliq organlari tomonidan 30 kalendar kunidan oshmagan holda xulosalari onlayn tarzda taqdim etiladi. Tugatish haqidagi qaror topshirgan korxonalar arxiv ma'lumotlarini davlat xizmatlariga topshirgan holda davlat reyestridan chiqarilganligi haqida ma'lumotnomalar olishi mumkin.